Assalomu alaykum hurmatli Akfa Vodius kanali obunachilari. Sizlar bilan men yana Jasurbek. Xo'sh, bugungi bo'lgan ustanovka ishlarimiz ham o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Obyektimiz to'liq 100% hali tayyor bo'lgani yo'q. Kech bo'lib qolgani sababi bilan videoni oldinroq olib qo'yapmiz. Ko'rishingiz mumkin. Shu obyektimiz Farg'ona viloyati Toshloq tumanida bo'lib o'tyapti. Bu yerga biz shunaqangi teraskamizni olib kelib o'rnatib berganmiz. Zolotoy dub rangda alyumin Aldox 1. Xo'sh, 3 ta ustumimiz bor, 4 ta oraliq. 3 ustumlarni ham tunika mahsulotda o'rab berganmiz. Faqat tashqi tarafini oynalari yodoviy bir qavat bo'lgan. Profilimiz Cross firmasiga tegishli, juda ham yaxshi sifatli profillardan biri. Xo'sh, qisqacha qilib iloji boricha yaqinroqdan ko'rsatib o'taman. Eshiklarimizni pasti Alkafon mahsuloti ko'rishingiz mumkin. Oynalarimiz bir qavat yodoviy, zamoylarimiz kalitlari 5 tadan Kraft firmasiga tegishli. Bu ham Cross bilan bitta firma desa ham bo'ladi. Eshikni ochilib yopilishiga baho berasizlar. Xo'sh, aylantirib polni penalarni sepib berganmiz. Ko'rishingiz mumkin. Ustunimiz shunaqa azbis turbadan bo'lgan ekan. Tunika fonda chiroyli qilib o'rab berganmiz, ko'rishingiz mumkin. Xo'sh, o'ng tarafda eshikdan kirganda shunaqa chiroyli F eshigimiz mavjud. Keyin 5 ta ko'zli romimiz, tepasi 3 ta ko'z, o'rtada bitta ochiladi. Xo'sh, keyin yana bitta F eshigimiz mavjud. Eshiklar aytish esimdan chiqib qolibdi. 120, eni narigisi ham 120. Bitta ham F eshigimiz, bitta ham bitta ochilishi bor. Keyin yana bitta 5 ta ko'zli romimiz, tepasi 3 ta ko'z. Buni ham o'zi ajrab turibdi. Bitta mashina ochilishi bor. Ichkari tarafdan ko'rsatib o'taman. Yaxshilab ahamiyat berib turasizlar. Anchadan beri video chiqarganimiz yo'q edi. Shuning uchun ozgina videoda anaqalar bo'lsa, qandaydir bir tushunmovchiliklar bo'lsa oldindan uzr. Padagonligimiz bor, ko'rishingiz mumkin. Padagonning kirishkasi endi qo'yiladi. Shunaqa qilib, chiroyli qilib o'rnatib chiqqanmiz. Bu notonis bor ekan, shogird bolalar. Xo'sh, ochilib yopilishlarini ko'rsatdim. Padagonlari. Ichkari tarafdan tashqarining ko'rinishi ko'rishingiz mumkin, juda ham tiniq holatda ko'rinadi. Svet yoqsa bo'ladimi? Svet. Shunaqangi uzun teraskamiz. Bolalar ish faoliyatini olib borishmoqda. Qo'llanishyapti. Ya. Ha, mana bo'lmaydi. Bu kishim usta. Keling, usta qolaylik. Xo'sh, ochilib yopilishlari. Eshigimiz bu ham xuddi shundan. Endi ba'zi oynalar endi qo'yilyapti. Ochilib yopilishlariga ahamiyat berib o'tasizlar, juda ham chiroyli holatda. Ko'rishingiz mumkin, mana yodoviy oyna, keyin oyna yo'q joy. Salqin qilib turishini, misol shundan ham bilib olsa bo'ladi. Hozir tem bo'li quyosh ham yo'q. Romlar nechidan edi eni? 360 bu rom nari chekkadagisi 360, bunisi 370, 380 adashmasam shuni atrofida bo'lishi kerak. Anag'ini bilmayman, anag'ini hech kim bilmaydi. Ish tezlashtiringlar. Xudo xolasa ishlarimiz chiroyli bo'lib yakuniga yetmoqda. Ko'rishingiz mumkin. Hamma yo'g'ini ko'rsatib o'tdim degan umiddaman. Xudo xolasa chiroyli holatda yakuniga yetmoqda. Xo'sh,
Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishinglar mumkin. Ozmi ko'pmi? Vaqtlarini olgan bo'lsangiz rozi bo'lasizlar. Shunaqa chiroyli ishlar kerak bo'lsa, bemalol telefon qilib aloqaga chiqishinglar mumkin. Xizmatimiz butun O'zbekiston bo'ylab kelishilgan holatda chiroyli qilib olib borib yetkazib o'rnatib beramiz. Ungacha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, kuzatishda davom eting.